Barchaga salom, sizlar bilan Usta TV. Men bugungi videomda O'zbekistonga butun dunyo bo'ylab arzon qo'ng'iroq qilish mumkin bo'lgan dasturni sizlarga ko'rsataman. Buning uchun App Store ga kiramiz va yozamiz VoIPscan. Va qidiramiz. Dasturni topib oldik va telefonimizga yuklab olamiz. Dasturni yuklab oldik. Endi dastur bilan tanishib chiqamiz. Dastur juda ham qulay bo'lib, O'zbekiston abonentlariga, UCL abonentlariga 69 kopeykadan, Beeline abonentlariga 1.79 kopeykadan gaplashishingiz mumkin. Dasturning yana bir qulayligi, dastur bez internet ham ishlaydi. Agar do'stingizda o'sha dastur mana shu VoIPscan dasturidan bo'lsa, siz u do'stingizga mutlaqo bepul qo'ng'iroq qilib gaplashishingiz mumkin. U O'zbekistonda bo'lsin yoki Amerikada, Koreyada, xullas yerning yuzida qaysi joyda bo'lsa ham, mana shu dastur bo'lsa, mutlaqo bepul qo'ng'iroq qilib gaplashishingiz mumkin. Juda ham qulay programma, juda ham yoqdi menga. Endi dastur bilan o'zi bilan tanishib chiqamiz. Dastur ko'rib turganingizdek chiroyli fasonda o'ylangan. Mening hozir balansimda 0. Bu yerda kontaktlar, ismingizni, emailingizni yozib saqlantirib qo'yishingiz mumkin. Bu bezarar. Bu yerda kontaktlar. Men keyingi videomda sizlarga dasturning shotini qanday qilib to'ldirishni sizlarga o'rgataman. Shu bilan videoim oxiriga yetdi. Sizlar bilan Usta TV bo'ldi.